Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, muammolar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Birodarlar, Xudoy saqlay, kerak suv basyotir. Ahvol chatak. Suv dedilar. So'zlar xudo xolasa. Ahvol chatak. Qani yosh kattalar bir kommentariya yozinglar qani, shunday aytib suvganini kimdir ko'rganmish vaqtachalik. Maşallah. Doğru yola chiqib turibdi suv. Hozir hali ilib pasalgani bu. To'g'ri yana bedayna qo'rqatib ketdilar, yo'l ustuna chiqib ketgan suv. Dim ko'pchilik biladi beri. Yo'ldim baland. Neden? Oriqdan dim baland yo'l. Eshatib yine yondan chiqib turibdi ko'chalarga suv. Şu ko'chaga hozir bunun yondan chiqib turibdi. Torbasini ilsalar, ben tarafdan yon tashatib girgandan suv. Maşallah. Suv yesa ushatib keladi, damni qarab. Yemasa yo'q. Endi birodarlar, dim ko'pchilik aytib turibdi, suv qach ochadi deb. Suv ochish muammo emas. Suv darrov ochib beraveradi. Lekin bu odam hozir suv ochsa quritish uchun dim ko'p vaqt ketib qoladi bular. Aslında aynı şalı ekish vaqtida yine ilk qo'yishi mumkin degan xo'psirab turibdilar. Shuning uchun hozir vandan ham yatırlar beton qilib, to'rdan bir yandan ham başladılar yine. Başlaganlarına bir hafta 10 gün bo'lgan bo'lsa, o'zi 300-400 metre quya geldiler. İki taraf ham hisoblidan olsak eğer. Bu barışta mana beni 15-20 günde bitirediler bu betonu. Bizler ham bunu bitirip bir taraf bilemey. Hava. Biz one taraf ilk bir servisine ilk koysam bo'ladi da saqaday. Ortaklar shuning uchun tezlatib bitirib berib chiqib ketamiz deb turibdilar. Suv yo'qlar, imkoniyati, ish ko'chadan suv ichishga imkoniyati borlar. Bu yerda ichaverishlari mumkin. Bu anda içen Allah yine bu salmadan su getib turibdi. Dakanza boradi bu salma kadim, hemen su vargan salma. Ana başkalar zekeşten oluşup bir imkoniyat qilib dursak 10 gün 15 gün içinde xudo qalasa hamma joylar bitib qoladi. Shuning uchun tadbirkordim moshina ishlab turibdi haqiqatdan. Dim katta tezlikda ishlab turibdi. Texnikalari ko'p. O'nlab texnikalari bor. Hey, zaya olubdu buların minneti be bu. Yine biri teyini kuyup, teyinde nesini kuyup, yan başını içki olarak ya o yan başını tayarlaq koyğana yerler bir hem gitkeyin nasıl. Şunun için ortaklar azgına sabır qilib turgan imkoniyat bo'lsa, sabır qilib turish kerak. Uzoqi 10 gün 15 gün mi? Şimdi 10 gün 15 gün hamma joy ilib qo'ymaydi baribir. Postupенно açıp boradi. Her 3-4 günden bir ko'chani açıp borayotir da. Hozir mesela bu ko'chani açıp berdilar. Suv yetib turibdi. Hozir agar bu loy bo'lmay turganda keyingi ko'chani o'zi açıp bergan bo'lar edilar. Shuning uchun açıp berib borsa Muandan ham oxirdan ham açıp berib ketyapti. Latokdan ham suv kelib turibdi yan tarafda. Hali davom qiynab qo'ymaydilar suv bilan, suvsiz xudo xolasa. Agar kimga kerak bo'lsa nasos, chumak nasos kelib berib qo'yibdi tadbirkor. Ben palaydan chumak nasosim yo'q.
Palayda su içecekmen deseysizler. Çümek nasos bert duradı. Yapmasam bir kazıladan joylar olsa aystanslar yine ekskavator bilan barıp kazıp beradi. İşte sizler hem şerait yaratıp beriş imkoniyat kıladılar. Halkam kıynak koyuşı halanman dep tuttu tedbirkar. Lekin iş hem to'xtatib qo'ymali iltimos deb turibdilar. Shuning uchun shunning gap bizada o'rtoqlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu narsa ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like'larni bosib, kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni yozsangizlar, xudo xolasa bular ham yetkazib qo'yamiz sizlarning fikrlaringizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.